Tilla olsinlarmi aka? Da, olamiz aka. Tilla bor edi, qimmatroq hisoblar işte. Bo'ldi aka, qimmat hisoblab beramiz. Tipochka ekanda buningiz aka. Nimaga sotyapsiz o'zi buni aka? Shu joy chovotdim aka, ozgina pul yetmay qoluvdi. Adam kamposingga ishlatasan deb beruvdi. Ha, joy chovotdingiz aka. Hop, 585 pro bo'lar ekan, o'tiravering aka bemalol. Hop, nima joy chovotdingiz o'zi aka? Salon chovaman aka. Salon? Nima, spa salon? Aka, spa salon emas, muskoy salon. Sartaroshxona deydi. Aka, salon desiz nima ekanimmi? Hop, probas 585 ekan aka, buningizni men sizga gramini 1 milliondan qilib bera olaman bugungi kunda aka. Bo'ldi, hisoblab ko'ring. Общий narximi? Narxlatmami deysiz o'zi chiqadi? Yo'q, hamma narxlatma. Rovna 30 gram chiqyapti aka. 1 milliondan bo'lganda 30 million bo'ladi. Ma'qul aka, bering. Rozimisiz aka 30 million? Bo'ldi, yaxshi. 30 millionga salon ochsa bo'ladimi o'zi aka? Endi ozgina kamposlarga yetmayapti. Hop, bu yoqda 20 million. Mana 5 milliondan yana 10 million. Общий kelishganimizda 30 million aka. Rahmat aka, charchadim. Sog' bo'ling aka, charchamang. Agar sizlarning ham shunaqa tilinglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.